Assalomu alaykum hurmatli Chorva Info kanali obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari, chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyati Marhamat tumanining Chapayevdan obzorimiz qilib o'tib ketamiz. Dehqon akamiz desam xato bo'ladi. Qayim akamiz uyidamiz. Mana bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, ikkita buqa, ikkita tuqqan, bitta bo'g'oz molimiz bor ekan. Akalar, mana shuni obzor qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lmoq orasizlar. Xo'p. Bu molimiz bo'g'oz ekan akalar. Mana. Necha oylik bu Qayim aka? 7,5 oylik bo'g'oz. 7 oyga beraverasiz, 7 oyga beraverar ekan aka-ukalar. Nechinchi tug'adi bu? Ikkinchi sinf tug'adi. Suti yo'q hozir, ha? 5 litr suti bor ekan, dannimayapti. Aka-ukalar, bu molni ishini qaranglar. Quruq somonda ayamay solyapti mana. Yillari. Mana. Molimiz 7 oylikka beraverar ekan. Aka-ukalar, 5 litr suti bor, ikkinchisini tug'ar ekan mana. Tishi 6 kurak ekan aka-ukalar. Bo'yini bir o'lcham o'zingizmi? Bo'yi 1.30 pilusiga olaversin. 1.30 pilusiga beraverar ekan aka-ukalar, mashi molimizni. 6 ta tishi bor ekan. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Puli necha pul buni? 25 kami bor. 25 million so'm kami bor ekan aka-ukalar, mashi molimizni. Mana. 25 million ozmoz kam bor ekan. Telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar bexijolat. Aka-ukalar, molimiz kecha tug'ibdi mana. Bolasi o'naji mana. Bola ham o'zi angusdek beribdi, bo'yi ham. Balat o'ma molimiz. Bu molimiz necha litr sutga berasiz? 15 taga. 15 litr sutga beradi. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bola. 4-chi bolasi 15 litr sutga mana aka-ukalar molimiz. Mana 15 litr sutga berar ekan. Puli buni? 26 million. 26 million so'm kami bor ekan aka-ukalar, mashi molimiz. Mana. Molimiz bolasi o'najin, kecha tug'ilgan. Aka-ukalar, navbatdagi molimiz. Buni ham bolasi o'najin, buni 3 kunlik bo'libdi bolasi. Buni suti nechtaga berasiz? 5 taga olaversin. 5 litr sutga beradi, ha? 5 litr sutga berar ekan. 8 ta suti bor o'zi. 8 litr suti bor, 5 litr sutga beraverar ekan aka-ukalar, mashi molimiz. Buni bolasi o'najin, 3 kun bo'ldi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan aka-ukalar, molimiz mana. Bu xolasa mol kuchli narsa ekan. Ikkovi ham bir-biridan go'zal. Buni puli necha pul? 19 million kami bor. 19 million so'm kami bor ekan aka-ukalar, molimiz. Mana. Bolasi o'naji. Navbatdagisi buqacha ekan aka-ukalar. Mana. Ola paroda buqalarimiz, kallalari turbuchidan so'raganlarga mana. Molimiz bu necha oylik? Qayim aka? Yoshga to'lmagan. Yoshga to'lmagan. Puli? Puli 15 million kami bor. 15 million so'm kami bor aka-ukalar, mashina ovosimiz. Mana. Yeb ichishiga vahshiy javob mana. Quruq somon deyishyapti aka-ukalar mana. Kepes yepilmagan somonni solishyapti. Mana. Akalar, go'zali mana. Toza shved paroda mana. Juda kuchligi mana, sutga to'lgan, iliga to'lgan. Yoshiga ham to'lmagan hali lekin. Mana. Bo'yi qancha bor buni? 1.15 bormi? 1.15 pilusi. 1.15 pilusiga beraverar ekan aka-ukalar, mashi molimiz. Buqachamiz. 6 oylik hozirgi holati mana. Puli necha pul buni? Puli 23 million kami bor. 23 million so'm kami bor ekan aka-ukalar. Baqsen maynaqasini baqqan deganlarga mana. Kuchligidan mana. Umuman kuchli akalar, novosimiz mana. 23 million so'm. Bu 15 millionmi? 15 million so'm. Nargisi 19. Bu 23 millionmi? 26 million. 26 million kam bor, bunisi 25 million kam bor ekan. Aka-ukalar mana. Mana shu mollarimiz hozir sizlarga ko'rsatib o'tganlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.